Baş piya sizlarga qaliq dayimizdagi 5 ming pefan kelgan Bakjon Chaushini sizlarga qurbaylik katpalarni qilib bermoqchi. 6 raqam yo'llab meni qo'shishmanglar. Xudo solib kancha kirib ketdik. Yuringlar, mayli. Teştimi? Ma'mur taqvasimiz jiddiylanib kelib qoldim. Shu bayramlik faoliyatlar bor deb bilan anglab. Voy, bu mayanda faoliyat narsani ishlab qo'ysa, ayanda kelib qolsa surat bor sizlarda. Ha, men nurg'un do'stimiz shu bash piyazlik qurboniyatlik faoliyat qilib bergan bo'lsangiz bektab ketdi-ku. Shuni kelib qoldim-ku. Bor, faoliyat bor. Hozir undan so'rab baqsam, ichida nimalar bor-da? To'kinimiz ichida asosiymi shu. Cho'ng kichik yemek, ichmak, oila ishliqan oyliklar uskunlari, anadan keyin ushaq, tushak, binshan saqlaydigan sovuq yemeklar, go'sht turtki narsa, seyko'tat, meva-cheva, oila ishliqan oshxona soymonlari, hamma narsani bir yerdan topqil bo'ladi. Faoliyatning mazmuni bir tushunib baqsaq bo'ldi. Faoliyat mazmuni tashviqot varaqini ko'rib baqsiz bo'ldi. Bo'ldi. Naqlama azim faoliyat mazmuni taqdivatini sirtda haybotaq. Qo'y go'shti 49 ga 9 deb faoliyat qilmama. Ha, qo'y go'shtini 49 ga 9 bo'ldi. Qirzanlar bo'ldi mana. Hammani bir ko'rib baqsaq bo'ldi. Bo'ldi. Men sizlarni boshlab boray. Tuqalanas berib ko'rib baqala 6 raqam yo'llab qo'y, do'stlar taq meni qo'shilganlar kirib ketdik. Tuqala hozir men ishchi kiribdimiz, endi hozir qarab baqsanlar bo'ldi. Shu yalaymich sizdigan bek chiroyli olti ranglik vazlar bor ekan, unda hammasini bahslar tushuntirib qo'ya. Valla qarsanlar bo'ldi mana. Bekcha bu narsalar ko'rsatgan. Faoliyat bahsi oraliq 28 ga 9 ming tutdi. Cho'ngana qarsanlar men uni ozroq kichik bor ekan. Qarab baqsanlar bo'ldi. Buni qilib bek cho'nkan. Oraliq 19 ga 9 ming tuqala qarsanlar bo'ldi. Mavsufti bek yaxshida qildi. Mana qarab baqsanlar bo'ldi. Beklam chiroyli ekan. Qarab baqsanlar bo'ldi mana yapqış bakana. Mavo 16 ga 9 ming ekan. Mana qilachim hamma tizim o'tib va so'zlarni qo'yib, qarindoshimiz tushunmay qolib ekan. Bizlarning mulozimga chiqardimlar. To'liq tushunib qo'yishganimda. Bo'ldi. Undaki mayliqqa kirish ig'izda chaploqlikana tuqalmish faoliyatning mazmuni. Ashuna rasmda atasanlar bo'ldi, var qo'yib qolsa, shularni surishtirib situatsiyalar bo'lgan. Gelmiş rayonlik yetilma. Bo'ldi. Tuqalan az filmlar haqida qilmoqlar. Mushu Chaushirniki butun pekcharalar ko'rinishini shipini aqs qo'yib qo'ygandan so'ng do'stlarga kuchab taqdiqlar. Yurib ketdik. Nasıl qarsanlar bo'ldi ma'vo. Gelmiş rayonga keldik. Ondan sonra ishlarning ba'zini bir qisqagina qilib ko'rsatib bersangiz, qarashimiz bir foydalanib qolsa. Bo'ladi. Bizning ma'vo asl tem badam, ya'ni longyan badam deb qo'yamiz. Bu badamning asli bahosini 55 ga atrofida chiqadi. Faoliyat barimiz 49 koy. Anadan keyin bizning yerli xoma 10-20 koy atrofida chiqadi. Koy 9 modun situatimiz. Bu suğumuz kam bo'lmaydigan shu kengo turtgan har xil narsaning bahosini bozor narxidan ko'p tushirib etdik. Tuqalanning boshqa shu qo'y go'shti oraliq 49 koy 9 mo'chan ekan. Anondan boshqa ma'vo kala go'shti nechta pul? Kala go'shti 48 koy 90 pul. So'rab baqsam ma'vo go'shtlarni nerdan qilgansizlar? Go'shtlarni odatda biz qushxonadan shu sifatlik o'zimiz tanlab, eng yaxshisini tanlab ekilamiz. Kunlik yanglab ekilamiz. Matraf qarsanglar ma'vo har xil mevachilar bor ekan tuqqanlar. Ulardan siz bizning miyada ma'vo tushaklar deb qo'yamiz. Cho'ng atilishi anda ko'mishib pingen, mogoli degan narsalarni bahosini alayda bek tushirib faoliyat qilib berdik. Undan siz bambukni sitni 20 koy 25 koy tuvan alamaysiz deyman. Bizning bu yerda oralla 14 koy. 7 kilib setilsinlarni qilamiz. Qo'lanasmi shu 10 yog'larning faoliyat bahosini tushuntirib qo'ya. Film narsaga pulmi? Kirib qarsanlar bo'ldi. Hozirmi shu 10 yog' guruch rayoniga keldik. Matrafda 10 guruchlar bor ekan. Anadagi matrafda har xil markadagi o'sha yog'lar bor ekan. Undan ishlarni faoliyatini tushuntirib qo'yasiz. Bo'ldi, men qisqagan qilib tushuntirib qo'yay. Mana bu bo'lsa bizning xizmatchilarning hammanglar bilsa bek markalikmayib. Odatda setilish barimiz 90 nechta koy atrofida, faoliyat bahosi oraliq 85 koy. Undan qasma u 10 guruchlarnichi? 10 guruchlardan hammamizga bilish qo'ygan mana bu Otubuloqninki 10 kiloluk guruchi. Tansim shunda xil chiqildi, tomoqimni aytib bek o'xshaydi. Oraliq 54 koy atrofida chiqdi. 54 koymi? Bo'ldi, tuqqalar qarsanglar bo'ldi. Har xil narsalar bor ekan, o'sha tuqqalar hozir ko'rib chiqdik, faoliyatni katta o'pishdi. Onun boshqa ma'vo Chaushirning ichidan oylik tur uskunlarni datamiz bor ekan-ku. Anondan keyin qarindoshimiz kelgandan keyin shu mulozimatdan va sifat chataq chiqqan bo'lsa. Albatta chataq chiqmaydi. Undan sirt yana do'konimizga kelib mal sotib xaridorlarimizga 68 yuan qimmatdagi mal sotib olsa bir qitimliq chek tartish fursatiga erishadi. Chek tartishdan faoliyat bormi? Albatta. 138 yuan kelsa 2 qitimliq chek tartish faoliyatiga qatnasha oladi. Shijibin shonlar bormi? Albatta. Bo'ldi ekan, qilamishadim bormi? Talaga bog'liq. Ma'vo 68 ko'ga yetsam o'sha sitogan iste'mol so'manglar bir qilib chek tartish faoliyatiga qatnasha oladigansizlar. Amdagi jami setilib 136 ko'ga yetib qolsa
chiqdim chekda açıp qatnashalar ekansizlar. Unda avqatimiz faoliyatning vaqti qachonlarda bo'lganda? Ondan sonra bizning faoliyatimizning vaqti mush oldimizgi shanba, ya'ni 8-soatdan boshlab 16-soatgacha davomlashadi. Tuqqanlar faoliyatning vaqti shu 6-oyniki 8-ni tartib 6-oyniki 16-soatgacha bo'ldi. Mush chaqishamiz oilasiga itloq yelimi janondan keyin shu un yog' guruch vazan almoqchi bo'lgan tuqqanlar misha kasanglar bo'ldi. Unda avqatimiz faoliyat mezgilida va faoliyatdan keyin qarindoshimiz kelib qolsa bir sifatdan mulozimatdan chatoq chiqmay bo'lsa. Albatta taqishmaydi. Bu jihatdan xotirjam bo'lsanglar bo'ldi. Bizning har bir mulozimat rayonimizda az deganda 3 dan mulozimatchi bolalar bor. Sizlarga so'ragan narsangizni jiddiy janozgacha tushuntirib, sizlar uchun mulozimat qiladi. Unda bo'lsa bo'lgan. Tuqqanlar bayon adresi shu Qaliq Nayamish Yaqut Gullikka o'ltirg'ayni oz taraf Yaqut Gullikka Talla bozori. Agar Yaqut Gullikni o'qimaydigan tuqqanlar davlatlik bojdan qarish tarafi, shu Parlaq savdo shaharchasining qarish tarafi Yaqut Gullikka savdo saroyi mishaga parlaq qilishazanglar bo'ldi. Bu film atrofingizga bayramlar qadimjigan tuqqanlar bo'lib, men qo'shib mana keyingi mazmunlar tegim zarxil men baş piyaz.